Anlasam bir mumaydin samavi çöçek Vaxtini yıldızladın tap sen digen Anlasam bir mumaydin samavi çöçek Vaxtini yıldızladın tap sen digen Yıldızga şundan buyan çokunup geldim Yıldız mı bana karap cimirlap külgen Yalgancı yıldızla, yalgancı yıldızla Haycayda menin baktım sen bir etkine Mumay muğayip buldu, çöçekler kaldı Yıldızga tola karab, közüm utaldı Mumay muğayip buldu, çöçekler kaldı Yıldızga tola karab, közüm utaldı Yalgancı yıldızladın bulmadı sada Bu menin feryatlarım alemni bir aldı Yalgancı yıldızla, yalgancı yıldızla Haycayda menin baktım sen bir etkina Ecdadım ezelden telmürgen sana Dihkanlı sana karab haman soruydu İtkına bir itkına nurluk yıldızla Şu menin bir yıldızım kaçan yürüydü Kaçan yürüydü Yalgancı yıldızla, yalgancı yıldızla Haycayda menin baktım sen bir etkina Yalgancı yıldızla, yalgancı yıldızla Haycayda menin baktım sen bir etkina Men 1943-yılı Gulca'da tutuldum, Gul şehrinde. Men bir dini ailede çoğun oldum. Yıldan tatip men dini terbiye edip geldim. Mektep yetkendan keyin ili başlangıç mektep ve ili ortalık mektepte okudum. Ondan keyin dini terbiye aldım. Çulunkayda bir yezimiz var. Tibiyada Şerpedin Damlam'da yatan bir müderrisimiz vardı. Yani bir resmi medres vardı. Çulunkayda. Şöyle 57-58 yılları tazaşı dayı hocam Polat Tavlaş degan narsalar kelgan vaqtda şöyle yerda o'qidik. Keyin yani shu Polat Tavlashga bana qilib bu madrasani taqayotgandan keyin G'ulga qaytib kelib bu shaharda
Abdumutali Xalpan degan kishi bopdi. Shu kishining xonqasi ashada Lotpul Qarajimdan ders aldık. Uyada bir yıl uyada oldum. Ondan keyin 59 yılı o yanım takip etti. O'qishdan kelib qoldim. Kelib kelib do'konga kirib ketdim dadam bilan tijorat qildig'imga. Vaqtda dadamning putini va ot besvelab dadam putusini shunga do'konga uy qaraydigan odam yo'q. Men shu do'konni echib tijoratga aralashib ketdik. Shu 60-yılı 7-ci ay, 60-yılı 4-ci ay ekan İljon to'qimchilik fabrikasiga kirdim. Shu yerdan 60-yılı 7-ci ayda Shanxayga ketib, 1,5 yil Shanxayda qoldim. To'qimchilik fabrikasi sanoatini o'rganish bilan 61-yil oxirida inib keldik. Shundan tortib 93-yil qadar to'qimchilikda 33 yil ishladim. 33 yil ishlab anadekini pensiyaga chiqdim. Bu jarayonda 65-yildan tortib madaniyat inqilobi boshlandi. 65, 66, 67, hatta 69-yılı Dupigay degan hareketi başlandı. Madaniyat inqilobining oxiriga pepan qilish, o'zgartish, kurash qilish, pepan qilish, o'zgartish deb. Bu jarayonda bizning endi oq ko'rinishimiz ichildi. Boshqalarning nimasi bilan. Men 1959-yılı 17 yosh vaqtimda Sharq Turkiston Qisoslar partiyasiga qatnashgan. Yıldan tortib 60-yılı 7-ci aygacha Shanxay mangan qadar o shahar ichida tashviq varaqlarni qo'limizga yezib tarqatgan. Qandoq chaplab men 61-yılı ahir 13-ci ayga keldik. Kelsak u bizni onun ulaştırgan balını qo'lga ketdi. O Lopnurluq Ablatqodir degan bir Lopnurluq bo'lib. Uni shu qo'lga ketgan paytda shu vaqtda parxod stansiyasida ishlayotdi. Ili parxod stansiyasi, Ildaryosi parxod stansiyasi prestansiyasi qurilgan. Rossiya bilan o'tirdi parxod qatnaydigan. Shu ishlayotdi. Aşağıdan her qanday narsa bilan qo'lga ketibdi, lekin uning qo'lga e'lingani bilan bizning harakatimiz to'xtab qoldi, ammo hech kimga hech qanday cheqilish bo'lmadi. Demak, u bu sirlarni ochmay ketdi u. Shu 69-yılı Dupigay bo'lgan vaqtda Döngmeli 4-ci Abdullah To'xti deydigan bir bola vardı. Biz bilan birga shu ishga qatnashgan. U men bilan lanjang qilinib, hukumatning sizlar davlatning kadri bo'ldinglar, sizlar endi o'zinglardagi illatni idora etsanglar, bundan yaxshi odam bo'lib ketsizlar, biz sizlarni tarbiyalab davlat kadri qilamiz desa, biz mesela 59-yılı Sharq Turkiston Qisoschilar partiyasiga qatnashgan. Nim partiyasiga qisoschilar? He. Aşağı teşviqat var, taqatlık var ya mesela nim mazmunda qanday teşviqat taqatdan yani nimin o'yg'itish? Bizning bu meni tutgandan vaqtda diniy qarindoshlar uyg'oninglar degan so'zlar. Şu iş bilan
Lakin bilen Dömel'de bir neçe ballarımız tutulup gitti. O Abdullah Kadir diyen o vaktada şu vaktada 61. yılı qolganlığı vaqtda 4 yıl yatqan. Keyin chiqqandan keyin bu ishqi chetilganligi bu ishning boshlig'i bo'lganligi uchun uni qaytadan o'tirg'a chiqib pash bo'lib, undan keyin 8 yil kesib shu tarım tarafga ketgan. Medeniyetden qilib 69-yildan keyin shu narsa o'tirg'a chiqib ichilib, onun ustiga medeniyet inqilobida bizning zavod bir cho'ng zavod bo'lganligi uchun granat bomba yer ostida ko'mgan bombalar bir narsalarni ishlatdi bizning zavoddagilar. Uni 3-4 bomba granat birimlarini Xitoylar ep chiqib kelgan yerda chiqib bizni kelib Qasım deydi, Qasım degan, keyin u 5 yil to'g'andan keyin uni men o bolalarning birisiga bergan. Uyini ochga Dömel bo'lgandan sen bir joyga o'ron bir joyga qistirib qo'y, bir beliq pishqil chiqamiz deb qo'yib ekanman unga. Hayır, shuni bilan 69-yilga kelganda bu narsa o'tirib chiqdi hamisi. O daduyinamı kelib, şəhərli saxşınamı kelib, meni əkitishga, qo'lga ilishga nima qilib edi? Bizning zavod hərbiy idora qilganligi uchun harbiylar bermedi. Biz sizlarga bersak, biz nima qilamiz? Biz bu ishni qilib kelgan edim. Buni bilan hisob kitobni o'zimiz qila olamiz deb. Ularning daduyinamı əkitishga, saxchilarni əkitishga ruxsat qilmadi. O Jojo Lingsan buduy deb bir buduydan kelib, bizning zavodni hərbiy idora qilgan. Hayır, shuni bilan oxirgi hisobda meni tekshiruvdan qo'yib chiqib, tarixiy aksiyon qilibchi deb hukm qildi. Andan keyin shunda bir narsa chiqadiki ular Kaychu Changji Liu Chang Sakay yinan deb bir qaror chiqadi ular. Zavoddan qo'llab chiqarib zavod qoldirib bir yil sınaq deb. Ama o şu sınaqı da 5 yil davom qildi. Hamma yak apirib ishlatdi, eg'irjiniki ishlarning hammasiga soldi. Dehqonchilik soldi, aroq ishlab chiqaradiganga soldi. İşte cho'chqalarga yem hozirlaydiganga soldi. Andan keyin siyosat kichkin o'zgargandan keyin meni oshxonaga golyan qilib yetkazib chiqdi. Vaqtida tuvanlik Uyg'urlarning talibi uchun bo'lganligi uchun yetkazib chiqdi. Shuning bilan oshxonada bir necha yil ishladim. Keyin oshxonani tomoq yeydiganlar ozlab ketgandan keyin Xitoy oshxonasi bilan ikkisini birlashtirib bir oshxonaga yerlashtirgandan keyin men qaytib seqqa kirgandim. Ashuna bilan u yoqda kelib 93-yil qadar zavodning ichida qilib soqilib ishladik. 93-yilda kon ishchilarni bir qaytirish siyosati bo'lib, yeshi yetmasin pensiyaga chiqarib o'rin bekor qilsin dedi ular. Shu banada yenib chiqdik ana bizni pensiyaga chiqadi. Men 93-yilda chiqqandan keyin G'ulsharlik diniy ishlar idorasi tarafidan 90-yilga diniy ishlar idorasi tarafidan bir imom yetishtirish kursi ichish bir buyruqqa kelib qoldi. Shu G'uljaga bir sinf, Uyg'urlarga bir sinf, Tungallarga bir sinf ichish
doğru kelib, u vazifani diniy ishlar idorasidan Abdulhamid Hoji Ibrahim Xabdulning o'g'li. U meni chaqirib, akillab shamsi shu kursni siz ichib bersangiz deb shular dedi. Qarab baqsam, endi shu o'zimning ilqi ko'nglimdagidek bir ishkan endi. Bo'ladi ochayli dedim. Madrasani yasadik, G'ulchardagi madrasaning hujralarini yasab, onunla bir 37 sim karvat hazırladım. Vaqtda karvatlarni payat qilib yasayta ishkatdi u. Xo'sh karvatni ana shu 37 kishilik qilib yasab, hujralarga akirib qo'yib 40 bola oldik maktabga. Ama ilqi yatmay sirtdan kelib o'qiydiganlar bilan 100 bola o'qitdik. 3 yil o'qitdik bu yerda. Endi u maktabdan boshqaruvi bilan dars o'tayotganlar, endi Lutfulla Qarajim, Ablat Qarajim, bir mezgil Qasma Xabdum keldi, Ila Xabdum kelib vaqti. Kelib shular hamsi dars o'tdi bu yerda. 93-yilda men Abdushukur Hojining yardım taklif qilish bilan nimaga haramga hajga ketdim. Hajga berib, yarbi 3 oy, 4 oy turib qoldik. Kelsam, bolalarning vaqti to'shdi deb madrasani taqab, bolalar shamsidan kelsa, bu nimani bolalarning ilqi diplomini ishlab berib etamiz, boshqa bola olamiz degan bano bilan madrasani taqab qo'yibdi. Kelib, endi ustozlarimiz bilan deyishdik, bu yavaşlab taqvirlab ketib qolibsizlar, men kerak turib tursam bo'lmadimi, bu zo'r kuch bilan ichilgandi bu. Esakan bola olamiz deb shuni oldirib deb ashuna qildi. Dedi, keyin u diniy saylarga ichiga kirib, buni uqsam, yuqoridan buyruq shunday ekan, taqib etadiganlar deydi. Sonra onu taqib etdi. Men qo'limga hisobot kitoblarni hammani diniy saylar buxgalter bilan bitirib, qo'limga iqtisod ahvoli nima demasi yo'q degan narsani hujjatni qo'limga elib. Sonra madrasa taqib yana chiqib 94-yili Urumchiga ketdim. Urumchiga berib, Urumchida oshxona ochdim. Oshxona Rosxotning oldida bir samsxona. Uyda yasalgan samsini uydagilar yaxshi chiqaradi. Shu yerda samsa yasab 96-yili ikkinchi qatimliq hajga chiqish to'g'ri kelib, 96-yili 11-oyda oshxonani bizma singillarga, shamshqamarlarga o'tkazib berib etib, sizlar ichib turinglar deb, men uydagilarni elib 11-oyda İstanbul'a chiqdim. 97-yili 2-oyda fevral voqeasi bo'ldi. U vaqtda men Arabistonda umrlik vaqtimda. Men umrlik vaqtimda ular tutish buyrug'i chiqarib, meni bu uydim izlab, Urumchidim izlab, buni işte böyle çamdanlam yögep. Necden qaytib kelgandan keyin adang'izni sen oshxona kelmaysan, g'o'ljat qolasan deb shu tayyorlik avatgan. Uni ko'tarsa ig'ir bir nima ekan, shu bu qurolli yaraqni topdiq mana deb uni oshmayla shar'iy hukumatga akitdi uni. Bunda qolib oladi ular. Akitib yerda boshqalarni yig'ib olsa, hammasi china qochib jimilar. Sonra uyga bizdan qizg'i telefon qildi. Akatma pova yerman deb. Shuna deb akatga adam akpa deb shuna deb uni qildi. Tirishib turqiga o'xshaydi. Keyin qaytib akaga o'xshaydi endi bolalar.
Shu tutish buyrug'i chiqargandan keyin bolalar menga xabar qildi. Dada kamman deb bo'lmadi. Uning ustiga keyin o'tiranchi o'g'limni elib turmaga olib ketdi. Endi ular tutib ketdi o'tiranchi o'g'limni. Uni oxirisi muddasi kesib etdi o bolani hozir turmada. Meni qolgan bolalar 6 bola bor menda. Qolgan 5i kelmadi da bu yoqda aşağı qilinglardi bu yoki sanglar sizlarga aramchilik yo'q, bizga muhabbatchilik bo'ldi. Dedi shu bana bilan biz İstanbulda qilib qoldik endi. İstanbul'da qancha yil turdingiz? 5,5 yil turdim. 96-yildan tortib 2001-yili. İstanbulda 3,5 yil oshpazlik qildim shu Sharq Turkiston, Turkiston vaqtida. Sharmxon Ko'ktürk, Paşam, shu Sulton Mahmud Qashqariylar yerda vaqtda Salyachkam degan cho'nlari vardı, vücutning aşağıda Uyg'urlarga. Salyachim Atush. Shu Paşamning taklifi bilan kelib, bu yerda ko'zdak o'quvchi bo'lyapti bu vaqtda. Bu qo'shabek chiqdi. Ular oshxona ichib qo'yaylik deb endi vaqtning ichida oshxona ichib qo'ydik. Ana bolalarga shu yarim baho yerda $2 tamoq satsak, bolalarga $1 o'tamoq o'quvchi bolalarga. Shu uning bizim foydasini ko'zini qilmay, anandan keyin u oshxonaning foydasini bizga bo'lgani kallamiz kichkina aram topdi. Kallamiz kichkina aram topdi. 1 yil hech ish qilmay yig'lab yurdik. Vaqtida yerda terichilar hammasi pinjak tikib sotayotganda hammasi g'uljiliklarga ular. Ya Şemsin acım bunday qilmasa sizlar qancha pul ustayib ketadi, ama biz haq pul beramiz sizlarga bekor beraylik, chiqib setib, oshqan pulni yandirib akpaslar bizga. Desam shuni qilishqimi? Nimam qolmadi, jasoratim qolmadi. Chunki endi mushbitim uzilib ketdikmi vatandan, bolchaqlardan, urutgan qarindoshlarimizni uzilib ketdikmi degan bir narsa bor. Hayır keyin Paşam chaqirtib aklab siz olsam oshpazgansiz bunday juysangiz bo'lmaydi, siz o'sha oshxona ichib qo'ysangiz dedi. Shu bana bilan oshxona ichib 20 yil oshxona qilib ketdik. Bu yoq kelish jarayonimiz hamda İstanbuldagi vaqtimiz, hayotimizmi bak yaxshi o'tdi. Chunki u yerda men borsam shu g'uljiliklarni qurgan bir mashrab bor ekan cho'nglarni. Shu mashrabning qoziligini menga o'tkazib berib, men 3 yil shu mashrabga qozilik qildim dedi. Shu jamoat o'tirisida endi inshaalloh hech qanday bir ozar, xorchilik bo'lmadi menga. Hammasi hurmatimni qilib, izzatimni qilib, ashna qilib turdi. 2001 yilgacha Turkiya 2 qitim vatandoshlik tarqatdi butun Uyg'urga. Menga bermadi. Shu saqchidan chaqirtibdi, sana bir narsa anlatmoqchimiz deydi, anlat nima deysan desa, sana vatandoshlik bermaydi Turkiya, shuni anlab qolsang bo'ldi dedi. Agar bu uning noroziliging bo'lsa, Anqaraga berib ministerlik bilan achib so'zlashdi. Endi sana uftagan hukumat u bo'lgandan keyin men ministerlikka borsam, men kim bilan ko'rishib kimligimni deyman. Dem Alloh bizni dedi, shu kuni qarsam bir kishi kelib shu kunlarda birisi oxir kunlarda ma vaqfga bir kishi keldi, bir kirib ahvolingni aytib baqsan qandoq bo'larki dedi. Voy yaxshi gapga men kiray deb Angliyada Anvar To'xta deb bir bola. O Anvar To'xta chiqsam, oshxonadan chiqsam Anvar To'xta o'tirdi vaqtda. Anvar mashina bir kishi kelib qoldi deydi, "Jura, sen suvaning bo'lgandan keyin bir ochib tatlashtirib, qanday kishga qanday til so'zlaydi deb kirib ko'rish baqayli." Kirsam bir ingliz ayol ekan. O Xitoycha o'qigan ayol ekan, Xitoy so'zlaydi ekan.
bu Xalqaro Amnistiya idorasining Sharq Turkiston bo'limining mudiri ekan. İsmini unutib qoldim. Hem O'rta Osiyo, Sharq Turkiston degan bir nimasi bor. Shu bo'limning mudiri ekan u ayol. Xitoy so'zlaydigan Anvar u Xitoychaga na usto'g'on o'z doktor bo'lgandan keyin sen nima deysan dedi, men jarayonni so'zlab berdim. Mushta bo'ldi, ishim men mushta bo'lib kelgan odam. Mushta bo'ldi, hozir vatandoshlik bermay yotdi bular. Endi nimaga meni Xitoyning qo'li yetmaydi qaraq bir joyga avatvat. Ve hozir Qozog'iston, Pokiston hammasi qaytiryapti. Hozir bu Turkiyaning beshida Kommunist partiya bor. Bular ertaga bizni qaytirdi hamda. Sen qayerga boray deysa deydi, men u tayyorlik bo'lmagandan keyin men Kanada, Amerika, nimaga Avstraliya debdiman dedi. Desem o'qidin aytadilar, biz seni Avstraliya, Kanadaga yerlashtiraylik. Dedi, bo'ladi dedim, ya dedi, ish pishsin deb bilan. Bo'ldi. Desem, anda olsa 8 oy saqlaysa, seni konsuldan chaqirtadi. Qolgan gapni konsullar so'zlasa dedi, ma'qul dedim. Anvarni sen qanday qilay deysa dedi. Anvar meni mush kunga qo'ygan BBC meni aldab akirib atom bilan zaharlanganlarni rasmga olib foto ko'rsatib chiqdim. Men chiqqandan keyin Olmaotaga chiqib meni tashlab o'tib BBC qichkatdi dedi. Meni Angliyaga evet men Angliyaga berib BBC bilan davolishman dedi. Bo'ldi sen Angliyaga evet ayli dedi. U xotinlar o'zlari Angliyada turdi ekan. U bosh shtab Angliyadagi amnistiyaning. Ashla deb katta u xotin rost degandek 6 oy o'tgan vaqtda Kanada konsul chaqirdi. Sen nima bo'lgan odam, nima odamsan, nima deysa deb shunda dedi. Deydigan gapim yo'q. Men Kanada nimadan Turkiyadan akasanglar bo'ldi boshqa dedim. Şu aşk xotin nima so'ragan bo'lsa, bular shuni so'rdi shunda dedim men. Sen bo'ldi. Anda sizlar doktordan o'tib kelinglar dedi. Shu vaqtida Birleşmiş Milletlerning ishxonasiga 2 qatim kirsam, 2 qatim rad qildi ular meni. Turkiyaniki bilan o'xshashlar. Seni biz qabul qilmaymiz, sen doktorxonadan o'tib chiq dedi. Doktorxonadan o'tib ana degan sen Birleşmiş Milletler ishxonasiga ba pasportini ko'tarib, ba sen qog'oz Kanada qabul qildi meni deb qog'oz qilib berdi, epga dedi. Mushunda qabul qilmadi, men 2 qatim borgan desam, ya hozir sen ba qabul qildi dedi. Rost degandek borsam ishini qaqsam chiqdi birisi. Meni Kanada elchiligiga avatdi, men pasport sam akadib akir ketiblar. Ularni biz qabul qildik degan qog'oz chiqarib bermasa Kanada ishlamaydi ekan. Biz buni da'vosi qabul qildik deb qog'oz chiqarib berdi, uni elib konsulga berdim. Doktorxonaga kirsak, hammamiz tekshirib qonni 6 oyda javobi keldi-ki, Fransiya tekshirayotgan qonni. Dunyoning hamma yeri tekshirilmay, Fransiya tekshirayotgan qonni. 6 oyda keldi javobi dedi. Ha dedi, kirib konsulga mushta 6 oyda keldi desak, bo'ldi, uni biz o'zimiz hal qilmasdan ketaver dedi. Shu 1 yildan keyin 6 oydan keyin bizning kichik qizimiz bir g'ayri yo'l bilan chiqib qoldi. Shu bir Xitoyga 15 ming yuan pul berib, aja pasport ishlatib, o qizni Olmaotaga chiqibdi, Olmaotadan Pasham o'quvchilik viza berib, Tayirning adresi bilan ikkisini sinovlar keldi. Shu ikkisini ilib borsam, "Ma qizingni qabul qilamiz" dedi. Ama ma Rana bu sen menga yo'lni besib kelsa qabul qilamiz, bo'lmasa qilmaymiz dedi. Hop dedim, aka qog'ozdan desam, doktorga o'tsin deb doktorga o'tdi. Az kundan keyin bir telefon qilib, ha desam, qachon mangsa deydi, nega desam, Kanadaga deydi. Hozir mangma. Ulam kulib ketib bir turk bo'lib ekan.
Yo'q, sen bir ishlarni yig'ishtirib, eleverishini tugitib, qachon mangdiganligingda dedi. Yo'q, men hozir mangman, hech nimam yo'q mening dedim. Desem şu 6. ayının 30'mu 31 etti. 7. ayının 17'si ettigende aeroportta görüşümüz emsa dedi. Bak haknem deylan dedim. Şunu olan hemen yetkilerini biz kurup ziyafet vergan berip işlerimi tüketip 7. ayının 17'si erken sayramla olan 5-4 ayların et çıktı benden de aeroportka bizne üçümüz et çıkıp. Sabah iki Türk balı kaptı. Kolumga lendağını verip ben lendağ bilen geldim bu yerge. Lendağını badi seni biz aeroplan sep koyumuz. Frankfurt'ta aldığın adam çıkıdı. Bu yerden Vancouver'da aldığın adam çıkıdı. Vancouver'a düşse dedi. Şu neymiş ki Vancouver'a düşmeli ki oylap baksam qanday til bilselse Xitay için azırak bilmeye de koyuptu ben de. O Vancouver diyen Xitay olgandan keyin akep şu Xitay vayat tutsun emsa bu dep şey taşıp. Endi xaşını öyle keldik. Kelsek rast Vancouver'da aldım o bir Xitay çıktı tatay. Ve de welcome house deydigan hoş geldiniz diye bir öy var şu öy biz dair öyken şuna yerleştirdi bizni. Ve bir 10-15 gün kalıp resmiyetlerini bitirip bitirip anki bir yerden bir öy Suriye deydigan bir yer var. Şu yerden bir öy taptı, öy tepçe köçüp verip ve bir 6 ay yer tuttuk. İngiliz dili okuduk anjmence. 2002 yılı 2. ayda Montreal'a inip geldim. Ben bir kelgenden beri mening hech qanday qiyinchiligim bo'lmadi. Men bir kelsam bular menga ish bermadi. Ta'minot puli berdi. Dedi men bu ta'minot pulini olganga loyiq bir ish vermay ishlab olay desam, seni hech qanday shirkat ish olmaydi. Sen çünkü 60 yosh kiribsan sen. 60 yosh kirgan odamni bir shirkat elib, sening pensiyaringni, doktor pulingni, sug'urtaringni bu o'tmaydi. Shuning uchun seni biz baqqil akaldiq bilib qo'y. Pul yetmedi desang da'vo qil. Ama ish va deb kirma bizning qishimizda 2 qatam kirsam 2 qatam deb chiqaribdi. Shundan keyin ishlamadik. Endi u yerda ishlasang $300 oyda $300 ishlash haqqing bor, ishlasang bo'ldi dedi. U yerda ancha-muncha ishladim. O jiqishsak bo'lmaydi ekan, baribir hukumat bildigan gapkan. Ashna qilib keldik. Kelgandan yog'i bu yerda erkin ajda bilan birleşip bir mektep kurduk. Bir Uygur Til mektebi açtık. Yani bir yıldek davamlaştırdık onu. Keyin şu başkalarının azırak ziddiyet ihtilafları ile o mekteplerimiz takılıp getip kaldı. Ondan keyin uyda bir balalarına tatil vaktim faydalanıp dini ders verdim. Kur'an'ı öğütüş şiirle meşgul oldum. Anadaki cemaatçilikni bir cem kılıp, cemaatçilikni bir şu vatan davası söylep ekiriş için erkin acı ile, erkin tikes ile cık küşüdük, gayret kıldık. Ama tarafbazlar bek çıkıp ketkendan keyin o işler şu hazır kadar şu soluşup kaldı endi. Hazır qarsam endi işimi hazır 81 keptim 5. ayını bu yoqqa 81 desiptim men. Ahvolim mushunchalik. Hayotimda mening o'tkazgan kunlarimda pushmonim yo'q. Bir yil pushmonim bor. Bu pushmon bo'lsa-mu şu 61. yıla karşıda yenip kessem mablag qadrini qo'lg'ib ketibdi. Shu vaqtda o'zimni ishim kichik bo'lganligi uchun ya boshqalarni boshlamabdiman. Ya bizning boshlig'idagi shu vaqtda bir odam chiqmabdi. Agar chiqqan bo'lsa, bu vaqtda Xitoylarning qo'lida bir ko'sayyapti. Şu
Cungo inqilobining ichidan qolib qolgan eski ko'saylar bilan 20-30 Xitoyning qo'lda qo'ralyapti. Yani biz g'eni Batırmanqa yo'lni besib mang'alatdik. Hozir keyin aqlim topgandan keyin bu ishlar yo'liqqandan keyin dedim ben de. Şu vaqtda tug'ilib, şu vaqtda cho'ng bo'ldim. Siz Vancouver'ga ve keyin Montreal kelgan vaqtlaringizda davlatning kichik yordami bilan qanday hayotda qila oldingiz degan demoqchi bo'ldim. Qiyinchiliklar chuqur topdingiz. O vaqtida erkendi, bolalar bilan telefonda ko'rishib turardik. Ama boshqa gap qilishmasakmi, herhalde bolalarning ahvolini so'rab ular bilan nima qilib turardik. Ta 16-yıl oxirigacha telefonda ko'rishib turdik. 17-yildan tortib faqat ta hozir qadar hech imkoniyatimiz bo'lmadi. Endi bolalarning ahvolini u yerda u bizim deb berdi, bu yerda bu bizim deb berdi, shuni anglaymiz. 2017-yili o'g'limning 3-chisini akir ketdi. Hozir ansam 15 yillik kesib etibdi deydi. U Turpanda Şemer'den damlamda okugan. Keyin qaytib kelib Ürümçide diniy institutda o'qidi, institutni bitirib chiqqandan keyin Quduq mahallida bir mahallamiz bor. Shu Quduq mahallida imom qilib o'zlari bekitgan. Shu imomatchilik qilayotgan vaqtida akitibdi, uni qo'lg'ab ketibdi. Hazır nim bilen buldu, nim iş bilen aldı bilmeyimiz. Hazır bir steydi 15 yıl kesipteydi, 16 yıl kesipteydi, yine xabari hazır yok. Onun 3 balısı var, hazır 3 balısı qanday qilvatı, qanday emas, onun da xabarimiz yok hamdi. Onun qaynatısının iqtisadi ahvali yaxshi belki şu adam qarab turvatqandı. Özü ankeni şu mescidning dükkan vakasını bir yel yemiş dükkan qilib içib olibdi. Belki ayali balalar şunu içib atamdı hamdi. Bir de endi kelgan Uyg'urlar hammasi iqtisodiyatdan qiynalmaydi ekan. Siyosatdan bir bisim uçurmaydı ekan. Ama vatan arzusu vatan qayaşı bu her qanday Uyg'urning Xitoy uchun xizmat qilayotgan Uyg'urning bo'lsa-mu yuragida chiqmaydi. Bu azap hammamizda. Endi bu yerdagi eng bir cho'ng Uyg'urlar uchun bo'ladigan bir ig'irchilik bir ishga avlod qolsa assimilyatsiya bo'lib ketadi. Uyg'urlar assimilyatsiya bo'lib tugaydi. Hozir bo'lyapti. Prens inglizlarga tegyapti, prens inglizdan elyapti. Assimilyatsiyaning ibtidosi bu. Yana bir ishga avlod qoldig'aychi bo'lsa, biz bu yerdagi Uyg'urlarni tep bo'lishimiz notayin. Shuning uchun imkon bor. Buni tushungan Uyg'urlar vatan uchun, millat uchun qo'ldan kelgan xizmatni hammasini qilish kerak. Biz o'zimizning qo'limizdan kelgidek choramiz bilan, amal choramiz bilan, kuch-quvvatimiz bilan, saviyamiz bilan qilib keldikmi 20 yilning oyog'i bu yerda erkin tekas bilan. Hozir endi
chiqqanda erkin kelib qanday qilamiz aka deydi. Qanday qiladik ukam? Men chiqdim bu ishdan endi chiqadak avalim yo'q, hozir mong'idak putimda mag'duri yo'q. Hozir haqiqatan putimda mag'duri yo'q. Putim nima ixtiyor bilan mayag desam, unmaydi o'zining xohlagan yeriga tushadi putim. Tizimning tövende faqat jon yo'q bo'lyapti. Endi qoldi ukam sizlarga bu ish desa, men bizmi tashlab berib, avlodlarga tashlab berib chiqadigan o'xshaymiz deydi endi shu. Mucha ish ukam endi bizniki. Sizningcha chetellerde asıl masiyet bo'lib ketmaslikning bir Kanadada bir sizcha yo'li bordekmi? Endi birden bir yo'l diniy tarbiyani kuchlantirsa, Uyg'ur tilini, yezigini kuchlantirsa, bu asas yo'l. Din bo'lmay turib millatni qutqazib bo'lmaydi. Endi bu yerda Turkiyadan boshqa davlatlarda saqlab qolish tez Uyg'urlikni. Chunki Turkiyada hammasi islomiy ko'z qarash bilan qaraydi. Maktablarda diniy ta'lim tarbiya berdi. Bu yerda undan narsa yo'q. Endi bu yerda bir til assimilyatsiya bo'lgan bilan millat assimilyatsiya bo'lmaydi bu yerda Turkiyada. Yana Uyg'urligini saqlab turdi. Hozir undan so'ng Turkiyada u yerda Uyg'urcha so'zlar. Bu yerda o'qityotdi. Bu yerda hozir shu bizning qizlar bu yerda shuna bir necha ayollar başlar birlashib bolalarni o'qityotdi, Uyg'ur til maktabini ichib, xil obdan rivojlantiryotdi. Ammo bular qanchalik qila oladi, uning rasmiy bir destek yo'q. O'zimizning ichidami bir mustahkam bir destek yo'q. U ashundaq maktablarga bir destek berib qilish bir ittifoqlik bo'lsa, bir maktab o'rinlashtirsa, buningda endi biraz millatni saqlab qolish imkoniyati bor. Uyg'urlik kimlikni saqlab qolishmaydi. Bo'lmasa ishga avloddan keyin Uyg'urni bu yerda topmoq tez bo'lib qoldi. Men shu aqlim kelgandan tortib diniy tarbiya olgan asos jihatdan dadamdan o'qishda dadam bilan gaplashib kelgan. Shundan tortib menda shu vatan tuyg'usi bir ong bor. Shuning uchun 17 yoshimda Jarib Turkiston qisoslar partiyasida qatnashdim. Shu diniy qarindoshlar uyg'oninglar degan bir temada nurg'un bizimlarni yozdik. Qo'limizni yezib, kechalari chiqib tomlar tarixda traktorlar, mashinalarga chaplab, taraf-taraflarga mang'izib, mashinalarni qildim. Endi bu vaqtdagi bolalar hammasi shu 22, 23, 20, 18, 19 yoshdan bolalar bo'lganligi uchun bulardan hech kim vaqtida Xitoydan gumon qilib ketmagan. Keyin qanday bo'ldi? Bolani qo'lga olib ketgandan keyin bu ish to'xtab qoldi. Shu vaqtda hech qanday bir adam kelib bizni bu ishni davomlashtiraylik degan bo'lsa, biz bu kunga vallahi alam qammatdik. Biz shu kunni davomlashtiraylik deydigan odamga muhtojdik, qilolmadik shuni. Biz o'zimiz shuni qilolmaganimiz uchun hozir qadar ishimda bir yer kuydi. Hozirmi endi yeshimiz bu yerga yetgandan keyin kuchimiz yo'q. Boshqa bir sharoit fursatimiz yo'q. Vatan uchun xizmat qildigan. Endiki arzu bo'lsa shu vatanni bir ko'rib o'lib ketsak, vatanga bir qaytsak, shu imkoniyat bo'lsa degan bir arzu bor. Çünkü ben hazır çıkkan 27 yıl oldu. Hiç kimden sürgünlük hayatı benimki okşa uzun emas.
Yo'q. 27 yillik sargardonlik hayoti bilan o'tdi kunim meni. Bu 27 yıllık sergerdallık yıllarınızda sizce bunlar en edir yaşanan ahvalları bir eşki hikayesinde başınız gelgen gündür. Ma ya ig'ir kelganda Turkiyaning vatandoshlik bermagini bo'ldi. Turkiyadagi yerda meni hech ayrilg'im yo'qdi. Men 62-yili shu o'zimning aksim shuning qatorida Sovetga chiqib ketgan qashqarlarning hammasini vatanning, millatning xoini sizlar. Akamning yuziga dedim. O'zimning qarindoshlariga, boshqa tuqqanlarimga dedim. Sizlar vatanning xoinlari dedim. Millatning xoinlari dedim. Sizlar biringlar chiqib ketsanglar, ming Xitoy kelyapti sizlarning o'rninglarga dedim. Yani endi Allah Taala meni o'zimni chiqib tashlab etdi. Bunun bir hikmet vardı, Allah'ın bir iradesi vardı, bir nimesi vardı. Ama Türkiye'deki yer gelip ben bir İslam devletinde kaldım, nim olsun desem Türkiye ma vatandaşlık vermeyi 5-20 yıl sürdü hayatımda. Yani, bu gayrimüslimler verdi vatandaşlık ne? London olan geldim, bir yerde 5 yılda 3 yılda mı, 3 yılda aldık mı, 5 yılda aldık vatandaşlığını aldık. Ondan sonra azadı verip erkeni dünya boğan ki bu Türkiye'ye jildi verip 3-4 ay, 5 ay, 1 yıl 4 ay, 5 ay turup geldik işkimiz, mamay babay işkimiz verip. Yani yerde kalgan bulsak, tekimi rahat bulattım endi. Hazır ballağım deyilik, Baxtiyarlar deyilik, imkan ba balaranlarını okutup olup ketinglar Türkiye'ye deb. Biz daire öyüp koyduk, ularning ketişi gibi sebep bo'lib qolsin, asas bo'lib qolsin deb berib balalarni aşağı qaytarib ketsa. Şu bala derdi bizdeki kaygı gam. Hazır balamiz hazır 69'dan balısıydı. Hazır 54 kiripti. İkincisi o 7. yıl akir ketgeni 72'nin balısıydı. Hazır umu 51 kirip kaptı. Endi şu hazır şu bala arzusu ba şularning bir salomat bo'lsa, shular bilan bir ko'rishsak deydigan qayerliqdiki arzuyimiz bu bo'ldi kafkam. Andan boshqa cho'ng arzu umidlar yo'q. Endi vatanni ozod qiladiganga qo'l tiqib kirimiz deydigan hozir bizning kuch-quvvatimizmi yo'q, maqdurimizmi yo'q. Mesela bir hayatta endi. Vancouverga tushsaklar Vancouverdan bizni ingliz til maktabiga o'rinlashtirdi. Biz shu yerda 4 ay ingliz til maktabida o'qidik. U yerdagi o'qigan inglizchimiz ta hozir qadar bor. Shu inglizchisi bilan jon beqib kelyapmiz. U yerdan bu erkinajlarning taklifi bilan men bu yerga yenib keldim, bu yerda huzurliq bolalar bo'lganligi uchun. Bu yerga kelgandan keyin ingliz til maktabiga kirib 3 qatim kirib 3 qatim yenib chiqdim. Faqat kallamga hech nima tushmaydi bu yerda o'qishga. O maktabda o'qisam, shu yerda kallam kirdi, uyga kelgach untiyman. Qizimizga zo'rlik qilmasa, o'rgatmadan menga deb. Ben qanday o'rgatmasam, o'rgatyapsam, mesela bilmasangiz buni esingizdan to'msa deb u bichara qo'rqishaydi. Ashunda qilib ketbardi. O tildan endi yenimizdagi bizga o'xshash muajiratdagi bolalar odam jiq bo'lgan ekan, uning bolasi, buning bolasi kerak o'z tarjimonlik qilib hayotimiz shuning bilan ketib bordi. Endi az-to'l tatlashtirib, nimimizni uqtirimiz, maqsadimizni uqtirimiz.
u desa bunda anqarvalaymiz endi bizim bilan desa. Rasmiy bir so'zlashib ketgandek tilimiz yo'q. Endi mumkin emasga bu yoshda u 60 yoshdan keyin xotirjam turmush bilan chiqib kelgan odamlar bo'lsa, ular ugunadi mutlaq. Bizga o'xshash o'zining hayotidan, turmushdan, vatandan besim bilan ayrilib chiqqan odamlarning Alloh taolo hilmi meni mushunchalik saqlab qolganiga tumanming shukronim bor. Men o'xshashlardan ko'pi kallasidan ketib vayron bo'lib o'ldi. Masalan, Avustraliyada bir birodarimiz vardı, onun iti Şemşidin. O bana o'xshashi vayronchilikda uchragan adam. Bilemsa Almatıda 4 balını o'ltirib etdi, uning birisi Sadriddin deb. Bu Şemsdan Xalpamning kichik o'g'li. Biz şu 58-yillari 58-yillari Abdumuttalib Xalpamda o'qigan vaqtimizda shu Şemsdan Xalpamlar bilan birga o'qigan u odam endi 7-8 yosh cho'ng odam endi. U odam oxirgi hisobda kaldan ketib qoldi. Müngizdek timen adamdı o. Acayip mükemmel adamdı o. Ama ahir turmuş o adam ne? İqtisad ahvali bizim yok. Vatan, kaygı, ballarının hasreti, nadameti bilen vatandan ketdi. Endi men şu keç gündüz Xudoga yig'lab, ibara Xudo bu kunni menga beribsa, bunu kötürdüğün, bunun sabri kıldığın kuvvet ve edeple dua kılıp geldim Allah'a. Allah şunun için mi beni şu küllerden saklap gelip atudamdı. Ma yakından karsam öydekilerimi, ben mi koygunumla tapanmay, kılmediğe işimle kopsam kılanmay, unutup gelip. Yani, muşunda künvelen ötüvatımız ufkamendi, hayatımız muşinçilik. Endi bu gapni sizga dedik, oshkorildik. Bu bilgani buni degan odamlarimiz bek az, bildiganlar bek az. Chunki endi u gapni hamma odamga yeyib, men bunday ahvolda deb o'tag'il bo'lmaydi ekan. İşte. Ama bu yerga kelgandan keyin hatto o'sha 15-20 yil jiq harakat qildik. Hamda bu erkinajlar bilan vatan bu yerni Uyg'urlarni bir emlashtirimiz, jumlashtirimiz deb qilib baqdik. Qildik bir necha yil bo'ldi. Keyin endi ba'zilar chidamay qoldimi, nima bo'ldi bilmaymiz. Endi o'tirimizga ixtilof turg'izib, endi o'tirib bo'lganchaliklar bo'linib vaqti O'rta Osiyodan kelganlarmi, bizning vatandan chiqqanlarmi hammasi o'ngdi. Hamma ishimizda birga bo'lardik, kuchimiz zo'rdi. Hozir O'rta Osiyoliklar bo'linib ketdi. Vatandan chiqqanlarimiz hatto biz g'uljilik o'zlarimiz necha cho'lib ketdik mana. Bu shunda bo'lib kelyapti endi. Şu yakında onun Uygur keliş ihtimallığı var keyinki yıllarda. Şimdi olay ya ki başka Uygurlar bir şeyge temekçi olan ya ki kıldıran Uygurlara kandak tavsiyeleriniz, kandak nasihatleriniz, ne fikir bir solar var. Endi şu vatandaşlık erişemeyenler, Türkiye'de vatandaşlık erişemeyenler bo'lsa, imkan bor kelib xotirjam bo'lgani yaxshi. Turmushda qiynalmaydi, bolalarini o'qita oladi, yaxshi tarbiyat qila olsa, vataniga xizmat qiladigan avlod qilib yetishtirib oladi. Endi Turkiyada vatandaşlık ib qolganlar. Endi bular Türkiye'de şu candaşlık qilmoq biraz zo'rroq. Endi Türk milletlerden aşkanını tepiyadigan gap yerdamdi. Endi shunda bo'lsa-mu, ilqi milliy kimligini saqlab qola oladi. Milliy kimlikni saqlab qola oladi.
Endi biz abay deb o'tkatdik, bu yer chiqqanlarning zo'r bir besim ostida turadigan shu osmonlashsa bo'lib ketish. Endi millat osmonlashsa bo'ldi, islomiyatdan uzoqlashdi. Ama turmuşda xotirjam bo'ldi. Uning gapi yo'q, bolalarni o'qita oladi. Agar shuning ishlash qilib, bolalarni o'qitaman, balamni o'qitib, bilimli qilib, qaytirib xizmat sala olayman deydiganlar bo'lsa, hammasi kasb bo'ladi. Kelib bolalarni o'qitib, yetishtirib, bolalarga vatanni tanitib, millatni tanitib, undan keyin qaytirib akitib Türkiye'ye basım işleydi, başka yer basımı işleydi. Mesela Orta Asya'daki Türkmenler, Türk devletlerinin hamısı basa işleydi. Vatan davasını kılalaydı. Ankşı inşallah bu İslam'ı bize bulardı. Allah deydiğin sözümüz şu hükümendeyim. Türkiye'de mi hazır ilki ansam Bazılar o'tda qiziq, bazılar ulan yandırıvatkan, soyutuvatkan, bağmanlı, çıkmanlı davatkan işler bakan. Yani bu yaxşı iş emas, yaxşı gap emas. O adamın özüne tanlash huquqi bo'lishi kerak. Özü iqtidori bo'lsa, shuni qila olayman desa, bütün hammamiz ko'chab kasb bo'ldi. Hammamiz ko'chab kasb bo'ldi. Kelib bolalarni o'qitsa, islomiy axloq bilan tarbiyalasa, meğer gelse bir Kur'an kursak bir nemen tatil vaktlarda içip ettiğin akşamı ülgüdüp ballarını azırak İslamiyet'e yolu başlasa kağında ballar üzürüm tapalaydı anandan ki. Yani o denki dükülen üyede kıyıp kalsa meyle vatandaşlık alsın almışsın kıyıp kalsa ya cinli bakmak mı biraz tesirek emdi. Ben 5-20 yıl kalıp vatandaşlık alama yenip çıkan adam ben. Anlesam bir mumaydin samavi çöçek Vaxtini yıldızladın tap sen digen Anlesam bir mumaydin samavi çöçek Vaxtini yıldızladın tap sen digen Yıldızga şundan duyan çokunup geldim Yıldız mı bana karab cimirlap külgen Yalgancı yıldızla, yalgancı yıldızla Haycayda menin baktım sen bir etkine Mumay muğayip buldu, çöçekler kaldı Yıldızga tola karab, közüm utaldı Mumay muğayip buldu, çöçekler kaldı Yıldızga tola karab, gözüm utaldı Yalgancı yıldızladın Bu hicret emas bizga. Biz qachonki vatan uchun ko'rish qildiganmiz, shu hicret mukofoti bizga bor. Ochiq mana. Shuning uyg'onmayapti, shu gapni deb anglatamayapmiz. Allah Teala şu mübarek şu hicretini bizga berdi. Şunu üddisinden çıkamayatımız hazır.
Hemmesi özünün üç üye kirilip, cay aldık, kora aldık, şeye bir şey tıkıvilip, apamga dert olam ki, dadamga da olam ki, rıfkallarımla bizim kılam ki. Kıldığanı kıp oldu Xitay. Yan şunçılık kıldı, nim bağımdı. Nimiden korkudu. Bizden işki balına ekirk etti, bizim müddeski sipketti. Hiç işi yok. Hazır yan şunçılık kıldı anda yine kıldı. Yine kork ne varımız hem de. Beri bir rahat olan bolsun ölüm, cepa olan bolsun ölüm. Birli ölüm. Şunun da kadir kıymetini bilip ölmek lazım hem de.